YouTube'ni boshlayotganlarda eng ko'p uchraydigan 3 ta xato. Agar siz ham YouTube'ni boshlamoqchi bo'lsangiz yoki endi boshlagan bo'lsangiz, mana shu 3 ta xatoni aslo qilmang. Birinchi xato: tez natija kutish. Ko'pchilik birinchi, ikkinchi videolaridan ko'p obunachilar, minglab ko'rishlarni kutadi. Agar natija bo'lmasa, kanalini to'xtatib qo'yadi. YouTube algoritmi o'zingizga ham, auditoriyangizga ham vaqt beradi. YouTube bu davomiylik, sabr va sifatli kontent natijasidir. Ikkinchi xato: yo'nalishsiz, ya'ni nishasiz kontent. Bugun futbol, ertaga ovqat pishirish, indinga mashina ko'rish, keyin ASMR. Har kuni, har gal, har xil kontentlarni kanalga joylasangiz, kanal auditoriyasi ham, YouTube ham chalg'iydi. Shuning uchun aniq, konkretniy bitta yo'nalish tanlab, shu yo'nalishda doimiy videolarni kanalingizga joylashingiz kerak bo'ladi. Uchinchi xato: analitikani ko'rmaslik. Ko'pchilik video yuklaydi, lekin raqamlarini tahlil qilib bormaydi. Qaysi video ko'proq ko'rildi, odamlar qancha vaqt tomosha qildi, qaysi videoni muqovasi yaxshi ishladi. Mana shu ma'lumotlar keyingi videolaringizni yanada kuchliroq bo'lishiga yordam beradi. Eslab qoling, YouTube'da kuchlilar emas, eng tirishqoqlar g'alaba qozonadi. Shunaqa kontentlarni ko'rish xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling va YouTube'ni boshlayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.